Rosti bugungi yoshlarga havasim keladi. Biror kasb hunarni o'rganaman desa, imkoniyat ham, imtiyoz ham, sharoitlar ham bor. Mamlakatimizdagi istalgan oliy ta'lim muassasasi zamonaviy qulayliklar bilan kutmoqda. To'g'risi, mana shu universitetga borganimda talabalar uchun yaratilgan sharoitlarni ko'rib, o'zim ham ikkinchi mutaxassislik bo'yicha shu yerda o'qisammikan deb o'ylab qoldim. Demak, bugun biz Temul loyihasida Milliy gvardiya jamoat xavfsizligi universitetida tahsil olayotgan, shu bilan birgalikda ilm, fan, sport, san'at yo'nalishlaridagi tanlov va musobaqalarda qatnashib, munosib natijalarga erishib kelayotgan yigit-qizlarimiz bilan yaqinroq tanishamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-apreldagi 5077-son qaroriga muvofiq Milliy gvardiya jamoat xavfsizligi universiteti tayanch oliy harbiy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasi etib quyidagilar uchun malakali kadrlarni maqsadli tayyorlashni ta'minlaydi. Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligiga jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasida quyidagi yo'nalishlarda jamoat tartibini muhofaza qilish, yo'l harakati xavfsizligi talablarini va pasport tizimini joriy etish, buyruq taktik va o'quv psixologik faoliyat, qurolli kuchlar va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun huquqshunoslik, iqtisodiyot, muhandislik, texnik ta'minot, shuningdek harbiy diplomatiya sohasida. Taxminan 30 gektar maydonda joylashgan universitet 4 ta o'quv binosidan iborat bo'lib, barcha qulayliklarga ega auditoriyalar, kompyuter sinflari, yotoqxonalar, 1200 o'rinli oshxona, o'q otish tirlari mavjud. Universitetda kadrlar tayyorlash akademik oliy ta'limning ikkinchi bosqichida bakalavriat 15 ta yo'nalish bo'yicha va magistratura 8 ta yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi. Bunda kunduzgi ta'lim bo'yicha yillik qabul kvotasi 300 nafardan ortiq va sirtqi kurslarda 100 dan ortiq ta'lim oluvchilarni tashkil etadi. Alohida ta'kidlash joizki, universitetda harbiy xizmatchilardan tashqari fuqarolik talabalari ham tahsil oladi. Tarkibiy jihatdan universitet tarkibiga 4 ta fakultet, 18 ta o'quv bo'limi, 4 ta markaz va boshqa bo'limlar kiradi. Hozirgi kunda universitetda 200 dan ortiq professor, o'qituvchilar, harbiy xizmatchilar va talabalarga dars berib kelmoqdalar. Maktabda o'qib yurgan paytlarimda Sardor serialini ko'rib, harbiylarga havas qilganman. Qarangki, bizda ham qizlarimiz orasida harbiy libos kiyib, vatanimizga, xalqimizga xizmat qilishni istaydiganlar ko'p ekan. Hozirgi qahramonlarimiz ham bolaligidan harbiy bo'lishni orzu qilib, bugun ana shu niyatiga erishgan yoshlarimizdan. Bu kasbni kichkinaligimdan havas qilib boshlaganman, chunki otamni va onamni kasbi hisoblanadi. Keyinchalik bu kasb o'zimga faxr va g'urur sifatida o'zimga shunchalik e'tibor bilan shunchalik oldinga qarab yuksalishni qadam bosganmanki, chunki hozirgi momentda kelganman. Birinchi qiziqishim otamdan boshlangan, chunki otamniki ham o'zlari ofitser bo'lganlar. Bog'chadan olib ketsalar, biz ishga borib, otamning oldida yurib, keyin birga qaytib kelish, o'shanaqa holatlar bo'lganda, keyin shunchalik qizib ketganman. Shu narsa menda hozirgacha ham o'zimda quvonch baxsh shunaqa his qilaman-da. Onam ham shu harbiy xizmatchi, hozirda mening yonimda dalda. Nafaqat onamning kasbini, balkim menga yordamchi bo'lib, dugonamni qandaydir yaxshi o'zimga ko'nglimga oladigan odamga o'xshab harbiy xizmatchi bo'lib ham oilani eplash mumkinligini ko'rsatganida, o'shaning uchun hozirgi momentda shu kasbda turibman-da. Qiyinchilik bo'ladi hammada. Agar u narsani yetishib, oldinga harakat qilib, intilsangiz, hamma narsaga erishasiz deb o'ylayman. Shu paytgacha gimnastika bilan shug'ullanib kelganman. Shu sport turim bo'yicha jahon chempionatigacha ham ko'tarilganman. Shuncha imkoniyatlar berilgani, universitetimizda shuncha darajada bizani qo'llab-quvvatlayotganini, sport zallarimiz borligi, kompleks darajagacha katta shunchalik sharoitlar yaratilgan. Bizani nafaqat yordam berishida, bizani qo'llab-quvvatlab, agar biror narsa o'xshamayotgan bo'lsa, yonimizga kelib, dalda bo'lib, qaysi yo'nalishda qiynalayotgan bo'lsalaringiz, o'shanga qarab bizani orqamizdan turtki bo'lib turadilar-da. O'shanga qarab biz ham bor jahdimiz bilan yuksakka ko'tarilishga harakat qilyapmiz. Yaqin kelajakda Xitoy tilidan sertifikat olmoqchiman. Shu kasbda egallab, vatanimizga sodiq bo'lib, kelajakda yaxshi kadr ofitser bo'lishni istayman.
Oilamizda harbiylar yo'q. Birinchisi manman. Yoshligimizda men albatta serjant bo'laman ko'rsatuv bo'lgan. Shunga qiziqqanman. Bolaligimdan orzu qilganman. Maktabni bitirib, Ichki ishlar vazirligi litseyga topshirganman. Formaga qiziqishim shunchalik katta bo'lganda, keyin 3 yil litseyni bitirganimdan so'ng, keyin Jamoat xavfsizligi universiteti haqida ma'lumot eshitganman. O'zda litseyda o'qigan vaqtimiz bolalar kelib, targ'ibot tashviqot ishlarini olib borishgan. Keyin o'sha vaqt qiziqqanman universitetga. Keyin o'zimga maqsad qilib qo'yganman. Shu universitetga kiraman, albatta kiraman shu universitetga, kelajakda harbiy bo'laman deb. 8-sinfda boshlaganman shug'ullanishni. Triatlon bilan shug'ullanayotganimga 8 yil bo'ldi. Triatlon deganimda bu suzish, velik haydash, keyin yugurish. 3 ta sportni jamlanmasi hisoblanadi. Hozirda 3 karra Osiyo chempioni, 4-5 marotaba O'zbekiston chempioni bo'ldim. O'qish davomida, hozir misol uchun o'qiyotgan vaqtimda, meni sport bilan shug'ullanishimga hech nima to'sqinlik qilmaydi. Naborot, meni doim qo'llab-quvvatlashadi. Mana o'zimizda sport kompleksi qurildi, unda basseyn bor. Basseynda doim obeddan keyin qizlar bilan trenirovka qilishimiz uchun shart-sharoitlar hammasi mavjud. Xudo xolasa 4-kursni bitirayotgan vaqtim, ikkinchi mutaxassislikni shu triatlon sport turi bo'yicha trener sifatida o'qib, harbiy murabbiy bo'lishni maqsad qilib qo'ydim. Navbatda hikoya qilmoqchi bo'lgan yoshlarimiz ijodkorlar. Ular she'r ham yozishadi, qo'shiq ham kuylashadi. Nodira Begim va Shuhratxon. Keling ular bilan yaqinroq tanishamiz. Ismimni bobom qo'yganlar. Ular Nodira Begim kabi shoira, jasur qiz bo'lsin deb shularga havas qilib qo'yganlar. Bolaligimda oliy ma'lumotli bo'lib, kelgusida faoliyat yuritishni juda ham xohlaganman. Psixologiya sohasiga qiziqishim ortgan. Shu sababli Jamoat xavfsizligi universitetining psixologiya yo'nalishiga 2021-yil davlat granti asosida qabul qilinganman. Talabalik yillarida yurtimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalangan holda turli tanlovlarda qatnashib, loyihalarda qatnashib g'olib bo'ldim. Xususan, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan o'tkazilgan Yil talabasi ko'rik tanlovini universitet bosqichida, respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritdim va 2024-2025 o'quv yilini o'zida 1 yilda 2 ta stipendiya sohibasi bo'ldim. Jamoat xavfsizligi universitetining maxsus Zahiriddin Muhammad Bobi nomli stipendiyasini qo'lga kiritdim va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligini Islom Karimov nomli davlat stipendiyasini qo'lga kiritdim va kelgusida magistratura uchun davlat granti asosida to'g'ridan-to'g'ri imtiyozli qabul qilinish imkoniyatiga ega bo'ldim. Bu meni kelgusida ilmiy faoliyatim uchun fundament vazifasini o'taydi albatta. Nodira Begim Sotivoldiyeva Andijon viloyatidan universitetning maxsus fakultetida tahsil olgan. Milliy gvardiya Jamoat xavfsizligi universiteti boshlig'ining Milliy gvardiya maxsus qo'l soati sohibasi. Yil talabasi ko'rik tanlovi respublika bosqichi g'olibi, Islom Karimov nomli davlat stipendiyasi hamda universitetning maxsus Zahiriddin Muhammad Bobur stipendiyasi sohibasi. Debocha nomli she'riy kitob muallifi. Psixologik maslahatxon, karyeraga qadam nomli loyihalar muallifi. Mirzo Ulug'bek vorislari ko'rik tanlovi hududiy bosqichi g'olibi, 30 dan ortiq respublika loyihalari ishtirokchisi. Ziyo Forum xalqaro fondi tomonidan tashkil etilgan Ziyolilar 100 almanaxi g'olibasi. Diplom ishimda ustozlarim bilan kelishgan holatda o'zim ham qiziqqan yo'nalishimdan borib, virtual kommunikatsiyani inson psixologiyasiga ta'siri mavzusida diplom ishini himoya qildim. Bilamiz, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarimiz juda ham faol. Shu sababli virtual kommunikatsiyaga berilgan yoshlarimiz stress, depressiya, psixologik holatlarni o'lchash hozirda biz psixologlar uchun dolzarb masalalardan biri bo'lmoqda. Shu sababli men shu dolzarb mavzuni olishga qaror qildim. Ancha mushkul bo'ldi, lekin ustozlarimiz bizga bergan bilimlari, yo'nalishlari orqali muvaffaqiyatli himoya qildim diplom ishimni. Kelgusida bu diplom ishimni magistrlik sohasida ham yanada mustahkamlab, kelgusida ilmiy faoliyatimni yana davom ettirmoqchiman. Inson doimo harakatdan to'xtamaslik kerak, chunki yurtimizda hozirda juda ham ko'plab yoshlarga imkoniyatlar berilmoqda. Faqatgina birgina sohada emas, turli xil sohalarda imkoniyatlar bor. Shu imkoniyatlardan ozgina harakat qilib foydalangan yosh muvaffaqiyatga erisha oladi. Shu sababli hamma inson o'ziga berilayotgan imkoniyatdan to'laqonli foydalangan holda harakat qilsa maqsadiga yetadi. Bugunda yoshlarni ko'rganda, sport sohasida, san'at sohasida, turli sohalarda muvaffaqiyatga erishgan yoshlarni ko'rib, men ilhom olaman. Misol uchun 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan davlatimiz rahbari bir guruh yoshlarni
o'z davlat mukofoti bilan taqdirladi. Ular qatorida 12 ta viloyatda va Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahridan eng lider talabalar bilan suhbat qildi va yoshlarda o'zlarining takliflarini, tashabbuslarini eshitdi. Prezidentimiz bilan uchrashish, ularni yangiliklarini eshitish, farmonlarini eshitish men uchun faxr bag'ishlaydi va menga mas'uliyat yuklaydi. Kelgusida shu berilayotgan imkoniyatlardan to'laqonli foydalanib, soham bo'yicha professional kadr bo'lib, nafaqat respublikadagi tanlovlarda, balki xalqaro tanlovlarda ham qatnashib, yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarish o'zimga oldimga maqsad qilib qo'ydim. Har dilda mehr bor, suyukligiga. Vatanim men uchun yagona, tanho. Muqaddas yurtimning buyukligiga shak shubha yo'qdir, yo biror da'vo. Madhini keltirish, tebratish qalam, shuncha mas'uliyat, shunchalar sharaf. Qog'ozga ta'rifin tushirganda ham zimmamizdagi burch bo'lmas bartaraf. So'zlar marjon kabi bo'lmas adog'i. Mehrga tor kelar koinot, osmon, O'zbekistonning bir hovuch tuprog'i, mo'tabar bo'lgay to bitguncha jahon. Joy olar samimiy so'zlar tilakdan. Axir jannatga teng mening to'rt yonim. Vatanni asrayman yurak-yurakdan, mazmunli o'tadi shunda har onim. Bayramlarda sizga gul berolmayman. Tug'ilgan kuningiz mensiz o'tadi. Faqat sog'indim deb yig'lamang onam. O'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Hozirgi vaqtda Jamoat xavfsizligi universitetida tarbiyaviy mafkuraviy ishlar bo'yicha faoliyat yuritmoqdamiz va hozirgi vaqtda yoshlar bilan ishlash bo'yicha muhtaram prezidentimiz tomonidan, Milliy gvardiya qo'mondonligi, universitetimiz rahbariyati tomonidan ko'plab katta e'tibor qaratilmoqda. Bularda asosiy zamirda mana shu yoshlarimizni kelajakda yurtimizga hissasini tekkizadigan, jon kuyar, vatanimizda yaxshi bir darg'alaridan bo'lib yetish eng asosiy orzu hisoblanadi. Buning uchun eng avvalo ilm, tarbiya, mana shu harbiy xizmatda esa albatta intizom birinchi o'rinda turadi. Xalqim ishonchini oqlab mardona, duoyingiz bilan Toshkentdan ona, o'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi. Universitetning faxriga aylangan Alvon beretlar badiiy havaskorlik jamoasining solisti Shuhratxon Muhammadxonov xizmat faoliyatini psixologik ta'minlash qo'mondonligi fakultetini tamomlab, hozirda tarbiyaviy va mafkuraviy ishlarni tashkil etish bo'limi katta ofitseri sifatida faoliyatini davom ettirib kelmoqda. O'zbekiston ma'naviyat fidoyisi, Milliy gvardiya ma'naviyat a'lochisi ko'krak nishonlari sohibi. Shuhratxon Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida tug'ilib voyaga yetgan. Hozirda Milliy gvardiya Jamoat xavfsizligi universiteti ofitseri. Qahramonimiz 150 dan ortiq mualliflik qo'shiqlari, bir necha ilmiy maqolalar hamda 100 dan ortiq she'rlarning muallifi. Respublika fan olimpiadasi qatnashchisi, ijodkor laureat unvoni sohibi hamda Ilhom 2022 tanlovi g'olibi. Men o'zbekman, o'z yurtimning o'g'loni, doim bo'lsin osoyishta osmoni, kerak bo'lsa jonim fido qilarman, sirgak turib har jabhada har oni. Avvalo bu yo'nalishlarda ofitserlardan birinchi o'rinda o'zimizda bu sohalar bo'yicha yetarli darajada bilimimiz, malakamizni o'zimiz sinashimiz kerak va bundan tashqari yosh uni bosayotgan kursantlarimiz, talabalarimizga albatta bu bilimlar bo'yicha o'rtoqlashib va ularda bo'layotgan hozirgi vaqtda yurtimizda va dunyoda bo'layotgan o'zgarishlarga eng avvalo o'zlarini tayyorlab borishlari. Hozirgi mana shu globallashuv davrida turli xil ma'naviy, mafkuraviy kerak bo'lsa
nima kerak ularga, qanday imkoniyatlar qo'limizdan keladi, imkon qadar yordam berib, mana shu universitetimiz rahbariyati, Milliy gvardiya qo'mondonligi bilan mana hozirgi vaqtda universitetimizda ko'plab nafaqat Osiyo, O'zbekiston, balki jahon chempionlari yetishib chiqyapti. Hozirgi vaqtda har bir sohada kun sayin, soat sayin yangiliklar chiqib kelyapti. Universitetimizda tarbiya mafkura ishlar, bundan tashqari psixologiya sohasida ham alohida kafedralarimiz bor. Harbiy vatanparvarlik kafedra, xizmat faoliyatini tarbiyaviy psixologik ta'minlash kafedrasi, bundan tashqari alohida psixologik bo'limlarimiz bo'lib, bunda hozirgi vaqtdagi jamiki yangiliklarimizni ustozlarimiz bilan birgalikda harbiy xizmatchilarimiz, bundan tashqari ishchi xizmatchilar bilan yangiliklarni o'zimiz avvalo o'rganib, shaxsiy tarkibda qo'llab, shaxsiy tarkibda doimiy ravishda yuqori yaxshi kayfiyatda bo'lish uchun ishlar tizimli ravishda amalga oshirilyapti. Albatta, yaxshi kayfiyat bo'lgan joyda ishga bo'lgan muhabbat oshadi. Ish yaxshi bo'lgan joyda natija zo'r bo'ladi. Universitetimizda ma'rifat markaziga kelib, o'sha Jadidlar qasidasi nomli taronamizni eshitishdilar va rahmat aytib, mana shu yo'nalishdagi mehnatlaringni yanada rivojlantirgan deb o'sha joyda shu O'zbekiston ma'naviyat fidoyisi yurak nishoni berishdilar va mana shu bizga berilayotgan ishonchda oqlash, bizga berilgan shu mas'uliyat desak ham bo'laveradi. Shularni oqlash maqsadida hozirgi vaqtda Milliy gvardiya o'g'lingiz ofitser bo'lib qaytadi, shahidlar to'g'risidagi taronalarni aytib, shu harbiy xizmatchilarimizni, yoshlarimizda vatanparvarlik fazilatlari, bundan tashqari tarixni hurmat qilgan, tarixga yaxshi nazar bilan qadrlagan insonni, davlatni, xalqni kelajagi yaxshi bo'ladi. Shu yo'nalishdagi ishlarni amalga oshirib kelyapmiz. Elning jasur o'g'lonlarisiz, doim uyg'oq vijdonlarisiz, hurriyatning timsollarisiz, millatparvar to'yon jadidlar. Bugun ko'rganlarimiz va eshitganlarimiz bizni quvontirdi, faxrlantirdi. Siz ham ana shunday yetakchi yoshlar qatoridamisiz? Unda bizni kuting, keyingi qahramonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Yana Stimulda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.